Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'zi haqiqiy loyiha olinganda qanaqa boshlanadi ish jarayoni va qanaqa davom etadi shu haqida ko'rib o'tamiz. Umuman olganda har bitta loyiha boshlanganda kodlar noldan yozilmaydi aslida. Bu biroz ish tajribasiga ega bo'lgan dasturchilarga ma'lum. Misol uchun men yangi loyiha tushsa qanaqa boshlayman hozir buni Laravel 12 ga ko'chirib qo'ygandim. O'zi umuman olganda boshlashni noldan ko'rsatishim uchun mana Git'imga kiraman prosta. Hop, mana bu yerdan umumiy yodib olib, o'zi mana boya yangilaganim uchun menda birinchida chiqib turibdi. Mana 21 ming oldin Laravel 12 ga o'tkazib qo'ydim. Bu shablon oldin menda 11 deydi. Hop, bunga kiraman va hop, terminalni ochib olsam. Hop, terminalni ochib oldim. cd tarqalishlar git clone loyihani o'zimga klon qilib olaman. Bu qanaqa loyiha? Bu shablon bu. Hamma loyihalarda admin panel bo'lsa, men mana shuni olib ishlatib ketaman. API bo'lsa, prosta proyekt ochib ketaveraman. Unda ham iloji boricha proyekt ochib boyagi helper functionlarni, threadlarni, skoplarni hammasini saqlab qo'yib bitta proyekt ochib qo'yaman odatda. 12 ga hali unaqa qilmadim. Hozir adminkani ko'ramiz sizlar bilan. Men panel turibdi. Open qilib oling. Shu yerda open bo'ldi. Buni endi ochib olaman men bunda. Base Code'ni ochib oldim. Yes. Katta qilib ochib olaman. Yopib yuboraman. Sal yaqinlashtiraman. Birinchi endi envdan to'g'rilashdan boshlaymiz. Hop, mana bu yerda bizda bor. Example ham bor, env ham bor ekan mana. Hop, menda default Laravel degan database ochiq turadi har doim. O'shani update qilib, fresh qilib ishlataveraman. Bunda ketdik. PHP artisan migrate fresh. Keyin seederni ham yuritib bor dedim. Mana menda bor migratsiyalar va seederlar yuritildi. Endi PHP artisan server ko'raman. Uch loyiha ishga tushdi. Bu yerda ko'rsanglar mana appga bilan push bo'lib ketganiga. Hop, gitignore o'zi yo'q ekan bu yerda. Hop, mayli. Loyihaga kirib ko'ramiz. Kirib ko'rsak mana new project deb ochildi. Bu welcome page. Shunaqa holatda ochiladi. Endi bunga adminkasiga kirishimiz uchun /admin deb yozsak, adminka ochilyapti. Bu login page, new project, welcome to SNIT. Bu shablonning o'zini anolari. Login parol qayerda turibdi? Mana bu yerda user seeder degani bor. Seeder yozib qo'yibman. Login parol admin ekan. Admin kirsam, bu default holati, ya'ni bu endi talab va takliflarga qarab bu yana o'zgarib ketaveradi. Mana bu frontend o'z uchun olib ketgan ekan. Bu xodimlar boyagi mana men hozir login qilgan odam. Bular ham bor. Keyin sozlamalarda tizim sozlamalari bor. Image nomi, bu nomni o'zgartirsak, bu o'zgarishi kerak. Menimcha. Mana o'zi o'zgardi, bu o'zgarmadi. Bu statik yozilgan ekan. Dinamik qilib qo'yish qiyin emas. Xo'p, mana buni olib turib, bu yoqqa tashab ko'rsak, o'zi ishlab turibdi. Mana kirish tarixi ham boya biz login qilib kirdik. Mana hozirda yana bittasini ko'ramiz. Mana shu jadvalga 1 2 3 deb kirmoqchi bo'lsam, bu error beradi.
Endi men buni kirsam, kiradi. Judayam oddiy deyap. Hop, tizim sozlamalarda mana boya kiritganlarimiz turibdi. Kirish tarixiga qarasak mana boya biz hozir kirganimiz, bundan oldin kira olmaganimiz, bu undan ham oldin kirganimiz. Harakatlar. Mana tizim sozlamalarini update qildim-ku. 2 marta, bir marta nomini o'zgartirdim, bir marta. Bu hammasi anonga tushib qoladi. Bu endi klient so'rayotgan anonga bog'liq. Xohlasanglar buni o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi, muammo emas. Xo'p, umuman shunaqa imkoniyatlari mavjud deyapman. Keyin bu ko'p tilli kirillchaga o'tkazsam hamma narsa kirillcha bo'ldi. Ruskiyga o'tkazsam ruskiy bo'ladi, angliyskiga o'tkazsam angliyskiy bo'ladi. Default admin panel shunaqa bizda. Menda aniqroq. Xo'p, o'zbekcha qilib qo'yaman. Bundan tashqari yorug' rejim bor. Oq. Kimgadir bunaqa ishlash qulay, kimgadir. Men o'zim qorong'u rejimda ishlayman. Nima bunaqa ishlaydi? Hop, yana qorong'u rejimga o'tkazib qo'yaman. Hop, keyin bu yerda mening profilim bor. Yoki image yuklash. Mana shunaqa qilib. Admin Sharif Qahramonovli. Parolni o'zgartirib beramiz. Admin 123. Admin 123. Saqlash qilsak. Muammo bor ekan, men bu rasmda o'zgarmadi. Edi storage link qo'yib yuborishimiz kerak. Ko'ramiz. Publicdan. Hop, link yo'q. Yangi terminal ochib PHP artisan storage link qilsak. Hop, publicda bor deyapti. Mana bor ekan. Sorry. O'chirib tashlayman. Boshqatdan qilaman. Hop, storage link bo'ldi. Endi men buni bitta fresh berib rasmni o'zgartirsam, mana tushib qolibdi. Yo'q, bunda muammo bor ekan. Xo'p, mayli, umuman olganda, lekin mana bu saqlanib qoldi, forma ishlab turibdi. Ko'rishinglar mumkin, login o'zgardimi yo'qmi bilamiz. Admin edi. Mana admin xato beryapti. Parolda admin 123 qildik. 3. O'zi kirdi, ko'rdinglarmi? Forma ishlab turibdi, image bilan muammo bor ekan. Xo'p, umumiy holatda yangi proyekt olinganda start mashqdan boshlanadi. Boshdan login page qil, yana xodimlar ro'yxatini krudini deb o'tirilmaydi. Yana krudlar kerak bo'lsa, mana shu xodimlar krudini va kontrollerini copy qilib, keyin pagelarni copy qilib ishlab ketilaveradi. Mana bu yerda anonlar ham ishlash kerak. Admin deb yozib bitirsam, mana searchlar ham ishlab turibdi. Mana bu holatda. Hop, o'chirib tashlayman. Keyin bittasini holatini o'zgartiraman. Nofaol qilib. Endi holat bo'yicha qidirsak, ikkita chiqish kerak. Nofaolda bitta chiqish kerak. Tanlangda hammasi chiqish kerak. Mana bu yerga o'zgartirilgan tarixlar. Xodim harakatda mana xodimlarni update qildi deb turibdi. Olganda shunaqa tayyor shablon bo'ladi. Har bitta dasturchining o'zini shunaqa shablonlari bo'ladi. API uchun, adminka uchun. Endi ba'zida anonim dizaynni ham o'zlari talab qilsa, unda boshqa masala, front yasab berish kerak bo'ladi. Shunda ham ko'pincha adminkaga e'tibor berishmaydi. Qulay qilib bersangiz bo'lishadi. Sayt qismini, user qismini qanaqadir figmalarini bersa, uni frontiga qildirib yopishtirib qo'yasiz, tamom. Bu ham muammo emas aslida. Xo'p, agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu shablon bu Laravelga yopishgan variantida. Shablonni Laravelga yopishtirish va jarayonini video darslikka chiqarishim mumkin. Faqat bu o'zi sizlarga foydali bo'lyaptimi yo'qmi, shuni yozib qoldiringlar. Sizlarga rostdan bu va shunga o'xshash mavzular qiziqmi? Shuni ham yozib qoldirsanglar, xursand bo'laman. Xo'p, bugun aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam shundan iborat edi. O'ylaymanki, qanaqadir foydali ma'lumot berishga harakat qildim va buni uddasidan chiqdim deb o'ylayman.
Xo'p, agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Agar haligacha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.